Quyosh energiyasini o'lchaydigan apparatimizda eksperiment qilamiz sizlar bilan. Ayni vaqtda 865 watt kvadrat metr quyosh energiyasini ushlayapti apparatimiz. Oynani ko'taramiz. Ko'rishlar mumkin. XPEL XR Plus plyonkalar tortilgan 28 watt 27 watt kvadrat metr energiyani o'tkazyapti. Bu plyonka yaxshigina himoya qilyapti degan issiqda. Mana oldi laboyda o'tkazayotgan quyosh energiyasi 480 bo'lyapti. Laboyda o'zida hech narsa yo'q. Va plyonka urilgan natijasida 26-27 watt kvadrat metr. Yana tushiramiz. 876 watt kvadrat metr. Va oynani ko'taramiz. 26-27 watt kvadrat metr. O'zlaringlar ko'ryapsizlar. Nimaga bu plyonka luxury klassdagi plyonka hisoblanadi? Issiqlik umuman yo'q. Qo'llaringni ham tutsalang, yuzlaringni ham tutsalang umuman yo'q. Premium klassdagi, luxury klassdagi plyonkalar kerak bo'lsa, Empire Avtotuningga murojaat qilib qo'yaverasizlar.